Aleyküm, meni azizlarim, meni jonlarim, meni hayotim, meni umr davomchilarim. Mana shu bir ajoyib bir sahnanimi desam bo'ladi, bir yaxshi urf-odatmi kim tashkillashtirgan bo'ladigan bo'lsa, meni boshim ko'kka yetdi. Men mana shu hayotimda hozir eng quvonchli kun. Juda ham quvonchli bo'lganda qanaqa quvonch. Meni hamma farzandim, nevaram, nevara kelinlarim meni shunday qilib hurmat qilib shunaqa ishni tashkillashtirar ekan. Meni o'zim Xudo xolasa mana shu nevaralarimni to'ylarida o'zim bosh bo'lib o'tiray. Mana shu kichkina nevaralarimni to'ylarida menga nasib qilsin. Yangi bir bolachalarim bir ajoyib so'zlarni gapiryapti bu yerda. Bunaqa so'zni eshitgandan keyin inson yosharmasdan bo'ladimi? Hozir mana o'rtani olib boradigan qizimiz ham aytdi, men juda xursand bo'lib ketdim. Bu tabrik juda uzun bo'lib ketdi dedi. Mana shu tabrigimiz uzun bo'lib ketsin. Mana shu bir xalqqa xizmat qilamiz deb mana shu joyni obod qilib o'tiribmiz. Qizim yozdi kuni bir keling o'sha yoqqa, mehmonlarni olib keling. Men bu joyni men o'zimga farzandlarim uchun qolaversa, mana shu vatanimizda bir yaxshi insonlar kelib dam olib ketadigan joy bir maskan qilaman deb harakat qildim. Mana maqsadimga erishib o'tiribman. Mana marhamat qizim, mana ko'pni ko'rasiz ekan, mana ko'p oli davralarga borasiz ekan, mana shunday bog'lar bor ekan, shunday insonlar bor ekan, mana shunday joy bor ekan, taklif qilamiz deb aytsangiz biz boshimiz ko'kka yetadi. Nima demoqchiman, yana bolalarim, nevaralarim vaqtiga meni o'zim ham sog' bo'lay, bolalarim hammasi o'ssin, juda ulug' bo'lsin. Men hozir qayerga borsam ham ko'ksimni ko'kka ko'tarib o'tiraman. Nima deganda, men borgan yerimda kaza odamlar bilan o'tiraman. Meni mana shunday ikkita nevaram Osiyo chempioni, ikkitasi mana grantga o'qishga kirib o'tirdi. Davlatimizga, vatanimizga xizmat qiladi. Shunday farzandlarim bor deb meni o'zim faxrlanaman. Haqiqatdan ham meni haligi nima deydi? Nimam cheksiz-da o'sha farzandlarimni haligi va shunday qilib tarbiyalaganimdan o'zim xursandman. Rahmat qizim, katta rahmat sizga kelganingizda. Mana shu xonadonda to'ylar bo'lganda kelib mana shunday kelishlaringizni katta rahmat.